Shunaqa manzarajondan hovliyimiz sotilyapti. Shunaqa chiroyli manzaraga bitta qizartirib qo'ying. Bu joyimiz Bo'stonliq tumani Qizilsuv qishlog'i, Jonboyota mahallada hovliyimiz sotilyapti. Bunaqa chiroyli manzara menimcha bitta bo'lsa kerak. Chorvoqda ham yo'q. Ko'rib turgan suv ombori deysizmi, kanatga deysizmi, suv deysizmi, hamma kerakli manzara hammasi shu yerda. Bu videoni shunaqa yer qidirib yurganlarga jo'natib qo'yamiz. Hovliyimiz shu Toshtepa ziyoratgohidan 200 metr pastlikda joylashgan. Hozir videoni ko'rib turing, bitta videoga like bosib qo'ying. Hovliyimizdan tepa tomondan ham ko'rdinglar, endi bu yoq tomondan ko'ramiz. Hovliyimiz qiyalida joylashgan, imoratimiz tekisligi solingan. Bino inshootimiz 4 xona bu yoq tomonda, 1 xona nari tomonda solingan. Kirib yashaladigan holatda, salqin, maza. Bu yoq tomonda oshxonamiz, svet, gaz, suv muammosi yo'q. Bemalol suv, buloqning suvi. Maza qilib ichsanglar odamga shifo baxsh. Havosini qarang, tozaligini maza qiladi, havodan boshi dam oladi, bosh bilan havolanadi. Videoda to'g'ri sizlarga havosi bormaydi, lekin havosiga gap bo'lishi mumkin emas. Bu yerda imoratimizni ichkari kirganimizda koridor, eskicha uy, salqin. Agar mana kunni qarang issiqligini mana shu yerda yotsangiz, maza qilib olasiz. Bir soat uxlasiz, bir kun uxlagandek bo'lasiz bu yoqlarda. Bu yoq tarafimizda TV zona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Mana eskicha pechkalari bor. Bu yoqda yana bitta spalnisi. Da to'g'ri remont qilinadigan holatda, lekin kirib yashasa bo'ladi. Shunaqa uy qidirib yurganlarga jo'natib qo'yamiz. Bu yoq tarafda yana bitta zalimiz. Egalari bu yoqda yashamayapti. Bu yoqda tapchanimiz, yonida bitta keng katta zalimiz bor. Remont qilsanglar, bemalol yashasanglar bo'ladi. Uyimizning asosiy qismi orqa tomonda, bino inshoot yoni va orqa tomonda. Maydonni ko'ryapsizlar, juda ham keng mevali daraxtlar ekilgan. Namatay, tut, yong'oqlargacha bor ekan. Agar qurilish qiladigan bo'lsanglar, juda ham zo'r imorat tushadi bu yoqlarga. Manzara prям ko'rinib turibdi, kanatga, u bayroqgacha ko'rinyapti. Maydoni 694 hujjatda 6 sotuv zaxira maydon, общий jami 13 sotuv bo'lyapti. Uyimiz qiyalida joylashgan. Narxi keladigan bo'lsa, opisanda qoldiramiz. Bu videoni shunaqa yer maydon qidirib yurganlarga jo'natib qo'yamiz. Videoga like bosib qo'ying, Bo'stonliq uy bozoriga obuna bo'lib qo'yamiz.